hozirgi mezgilda filarmoniya konsertlar zalida, filarmoniya gizar orkestri konsertlarim eskitkish motor professional kompozitorlar, tatar professional kompozitorlarning eserlerin boshqalar orkestr boshqaruvida instrumental eserler yomg'iri suyunib o'tiram, shodlanib o'tiram. Yoshlar orasida Ramina Sharifjanova, Aylar Süleymanov, Artur Islamov, ham tag'in men hali bilmagan yoshlar boshqaruvida haligi kompozitorlarimizning eserlari boshqaruvida eskitkish quloq yo'liga jon rohatlanadi. Tatar estradasi ijro san'atini narsa kerak. Xalqning ko'nglini o'tib kiradigan tovushlar kerak. So'zning, tekstning ma'noli bo'lishi kerak. Jirning onun yomg'irashi, onun o'sishi, onun xalqqa taraluvı narsada eng birinchi jir teksti bilan shoir bilan kompozitorning birga qo'shilib dangal keluvini, jir so'zlarga to'g'ri kelib, so'zlar muzikaga to'g'ri kelganda ham uni o'z yuragining oshiga kirib tomoshachiga yetkazgan vaqtda, mana shu vaqtda jir san'ati eng yuqori nuqtasini yetadi. Hozirgi sensura degani yo'q, sovet degani yo'q. Kim narsa deydi shuni ijrolaydi. O'zishgan kompozitorlar, avtor boshqaruvchilar ko'payib ketdi. Ritmga to'g'ri kelsin deb shiqtim orqali ko'pir deb ijrolaydi. Ko'pir orqali shiqtim deb motor etib ijrolaydi. Unga shiqtim orqali ko'pir deb ijrolaydilar. Mana shuning shekilli. Shunga ko'ra ular jir var bu dünyada. Ko'pmani yazanlar, mangilik jirlarda astığı, bir kunlik jirlarda var deydi. Bir kunlik jirlar alır yomg'irdan tular, mangilik jirlar deydilar. Mana güzel xotin qiz kelib. Ular birinchidan qortaymaylar. Ular yildan yil motorlana bara, ko'ngillarni suyunib, sog'inib ketib ularni tinglagan saytimiz keladi. Bir kunlik jirlar ular yomg'irdan tular, konsertni qaradim. Narsa tinglagan jirning ozag'ini endi jirning boshi unutula, ham chiqqanda tushib da qolaydi. Kim teli şolcularga tiyiş değil menimçe. Her bir kişinin öz ustası bulurga tiyiş. Her bir kişi özüne Xuday Teala tarafından verilgen kavuşun kullanıp şu hizmetini başkarırga tiyiş. Eyinde nedir akşam bulup kına, nedir mümkünliklerin bulup kına, koluna mikrofon tutarlık halin bulganға ko'ragina jırlagan jırşılar, bunu men anlamayım. Hem kabuldayım.